Lüksemizin devamı hürmetli vatandaşım. Şunday çünkü şunu közsan yani 2015'in 9. yani 22. gün Amerika'da ziyaret kılgan vaqtni ko'z tutadi. Ziyaret jarayonida ikki taraf yani Amerika Jungo taraf nihoyatda cho'nqur fikr almashtirgan. Undaqda ishonishga bo'ladiki, Amerika tarafga Jungo tarafning prinsiplik maydoni nihoyatda aniq bo'ldi deyishga bo'ladi. Biz nimani umid qilamiz? deydi Abdur. Amerika taraf Janubiy dengizning vaziyatini adil cho'nqur tonish kerak. Jungo Fanlar Akademiyasi Osiyo Tinch okean va Yer shari strategik tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Shu Liping, ya'ni shu 8-kuni Yer shari vaqt gazetining muxbiriga bunday ko'rsatgan. Amerika bunday qilaveradigan bo'lsa, Janubiy dengiz vaziyatiga ovorchilik keltiradi. Bu ahvol Filippinning xatosiga olib tarqitadi. Ular vaziyatni xato o'lcharlab, Filippin tavakkalchilik qiladi. Jungo taraf bayonotchisining bayonotidan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Jungo taraf Amerika taraf bilan bir qancha qatam fikr almashtirgan. Lekin Amerika qasdan shunday qilyapti deydi Abdur. Balki oshkora qilgan atganlarni Jungo tarafga so'zlab beryapti. O'zining nima qilmoqchi bo'lganligini ham Jungo tarafga so'zlab beryapti. Bu uchiqdan uchoq ig'vogarchilik emasmi deydi Abdur Chin. Amerika matbuotlarining xabarga asoslangan Amerika Jungoga zarb berish planini tuzgan emish. Jungoni Sharqiy dengiz urush rayoni, Janubiy dengiz urush rayoni, havo atmosfera urush rayoni qatorliq urush rayonlariga ayirgan emish. Amerika matbuotlari Amerika harbiy tarafning urushning natijasi to'g'risida qiyoslarini xabar qilib, bunday hisoblagan. Mayli Sharqiy dengiz va Janubiy dengiz urush rayoni bo'lsin, Jungo hargiz g'alaba qila olmaydi. Haqiqiy natija qanday bo'ladi? Bu to'g'rida bir nima demayli. Bu hech bo'lmaganda deydi. Amerikada hukumatdan tortib armiyagacha Jungoga harbiy zarb berishni planlagan deyishga bo'ladi. Jungoning jug'rafiyalik afzalligiga tayanib qo'g'lig'icha raketa orqali Amerikaning Osiyodagi harbiy bazalariga hujum qila olishi mumkin. Chunki urush qilishni Amerika belgilaydi ekan. Abdurning gapicha urush qilishni Amerika belgilaydi. Urushni qanday qilish, urushni qanday oxirlashtirish Jungoning degini hisob ekan. Bu qaltis gap ekan, Abdurning gapi ekan. Urush qilishni Amerika belgilaydi ekan, urushni qanday oxirlashtirishni Jungo belgilaydi. Birli urushni birisi belgilaydigan, birisi oxirlashtirishni bunda qoida yo'qda urush deganda. Ya urush qilg'ichlar shunday deydigan hukmlar bormi? Belgilaydi. Urushni qanday qilish va urushni qanday oxirlashtirish Jungoning degini hisob ekan. Chunki urush boshlansa Jungoning chekinish yo'li bo'lmaydi ekan. Cho'qim g'alaba qilishi kerak ekan. Jungoning chekinish yo'li bog'i nemish bo'lmaydi. Hozir kelib olgan orollardan chiqib, asta 12 dengiz milliy sohilga, yoki o'zining dengiz tabiatligiga qaytib ketadiganlar bo'lsa tugaydi. Hem bir yerga chiqib Janubiy dengizni butun kontrol qilaman desa, Malakka, Bo'g'oz, Malayziya, Singapur, Vyetnam, Filippin, mush chegaraga yoshlarni bosug'ichi Janubiy dengiz mening desa, vatandoshim, bu nima degili bo'ladi? Yaqinqi mezgildan beri mayli Jungo Amerika matbuotlari bo'lsin yoki harbiy tarafning bayonotchilari bo'lsin, urush to'g'risidagi so'z iboralar borgan sari ko'payishga boshladi. Belki Amerika'nın ameli karakterlik ig'vogarchiliklari ko'payishga boshladi deydi Abdur. Hareket özlüksüz örülmekte. Amerika'nın 3 tane avya matkisi Carvens belgilik Reagan isim yoki Reagan belgilik avya matkileri Sharqiy Tinch okeandan G'arbiy Tinch okeanga kirdi. Sharqiy Tinch okeandan G'arbiy Tinch okeanga kirdi.
Maqsad nima deb savol qo'ydi, retorik savol qo'ydi. Çin Çi-yün. Lekin her halda bu bir namoyish. Amerika harbiy kuchini namoyish qilyapti deydi. Bu ish kishilarga shunday ta'sir beradiki, Jungoning dengiz sohili atrofida urush purug'i borgan sari qo'yoqlashyapti. Kishilar shunday ta'sir beradiki, Jungoning dengiz sohili atrofida urush purug'i borgan sari qo'yoqlashyapti. Amerikalik bir nafar strategik tadqiqotchining so'zi bilan aytganda, Amerika-Jungo munosabati allaqachon ochiq yo'lga kelib qoldi. Acaba Amerika Jungo munosabati gumron bo'lish garbiga kelib qoldimi? Faqat bir-biriga devaylab turishi kerakmi? Ortiqcha ansirab yurmaylik. Men burun yozgan bir parça Amerika'mı Jungo yengilisi bo'lmaydigan urush. Amerika'mı Jungo'mu yengilisi bo'lmaydigan urush mavzuliq maqolamda bu ko'z qarashni sharhlagan deydi Çin Çi-yün efendi. Agar Amerika oqibatni o'ylashmay deb boshlaydi Aptor maqolasini davomlashtirdi Aptor maqolasini. Jungo'ga urush qo'zg'aydigan bo'lsa, undaqda bu urush uzunga so'ziladigan urush bo'ladi. Amerika tezlik g'alaba qilishga oldiraydi. Bu bo'lsa bir xiyol bo'lib qoladi. Chunki urush boshlanish bilan har ikki taraf mag'lub bo'lishni xohlamaydi. Urushda Amerika mag'lub bo'lsa, ittifoqlashlar oldida inobat to'kiladi. Zo'migarlik o'rnimi tushib ketadi. Yaponiya, Rossiya qaytadan bosh ko'tardi. Vyetnam, Filippin qatorliqlar Jungoga biqinib qoladi. Amerika Osiyodan chekinib chiqib ketishga to'g'ri keladi. Mana Xitoyning maqsadi shu. Amerikani Osiyodan chiqarib yetimiz deb cho'ngchilik qilyapti deylar. Hozir Xitoyning asosiy maqsadi mana shu. Amerika Osiyodan chekinib chiqishga to'g'ri keladi. Amerikaning Osiyo Tinch okean siyosati oxirlashidir. Şuna Amerika bu urushda yengilisi bo'lmaydi deydi Aptor. Demak, Amerika mi yengilishni xohlamaydi, Jungo mi yengilishni xohlamaydi, urush bo'lgan bo'lsa har ikkisi yengilishni xohlaydi deydi Aptor Çin Çi-yün. Jungoga nisbatan hayot mamotiga chetishlik bo'ladi. Agar Jungo mag'lub bo'ladigan bo'lsa bu urushda uning siyosiy hokimiyati ag'dariladi. Davlat parchalanadi. Agar bu urushda Jungo mag'lub bo'lsa, uning siyosiy hokimiyati oxirlashadi, ag'dariladi. Davlat parchalanadi. Ichki qismida tavrash bo'ladi. Shunga Jungo mag'lub bo'lsa hargiz bo'lmaydi deydi Aptor Çin Çi-yün. Bu boshda aytgandek bu urush Amerika tez g'alaba qilishni xohlaydi, lekin uzunga so'ziladigan urush bo'ladi deydi. Meningcha Amerikaning bugungi qudratli kuchini aytgan, agar shunday ish bo'ladigan bo'lsa, Çin Çi-yün apandilik aytganidek bo'ladigan bo'lsa, agar shunday urush bo'ladigan bo'lsa, Amerikaning bugungi davlat kuchiga selishtirgan vaqt Amerika Jungoning quroliga berib yurmasin bo'laverdi. Havo bilan tugatadi bu ishni. Havo bilan tugatadi. Shunday qarayli. Unda qaraydigan bo'lsak, havo bilan tugatadigan bo'lsa, vaqt Jungo xalqi o'zi qo'zg'alib ketsa. Masalan, Tibetlar qo'zg'alib ketsa deylik, Uyg'urlar qo'zg'alib ketsa deylik vaqtida. Xitoyning tahlil mushaga bordi. Men tahlilimni to'g'ri da'vatamdim, xatomi kechiringlar vatandoshlarim. Vaqtida qanday ish bo'ldi endi buni birni degil olmaydi. Hozir Çin Çi-yün uni demabdi-yu. Lekin bu davlat parchalandi, o'qiladi, uzunga so'ziladigan urush deydi. Uzunga so'ziladigan urush Amerika bilan Jungoning oraliq taxminan 20 ming kilometr. Bu oraliqda uzunga so'ziladigan qurolliq bu yo'q. Qandaqcha uzunga so'ziladi. Endi bu demakchi oxirigacha elishimiz degan. O vaqtida gap hozir mening farzimcha mush urush bo'lmasin, Çin Çi-yün apandi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, uzunga so'ziladi, kalta bo'ladi, qisqa bo'ladi, uzun bo'lganini qo'yib turaylik. Sizning bugungi armiyangiz, ya'ni ozodlik urush davridagi armiya emas. Bir xalta sok, bir mo'mi bilan jang qilgan armiya emas. Bugungi armiyangiz jang zamin davrida qo'yib o'tgan savdo sanoat, tijorat qilish qo'yib o'tgan so'diga armiyadir. O pul ko'di, dollar ko'di, o yevro ko'di. O g'arb dunyosining hasham bezak materialini ko'di, moddiy dunyoni ko'di, nima ekanligini ko'di.
Bu sizin askaringizdan bugungi kunda dunyo urushi qatnasha oladigan yoki Amerika bilan urush qilish qatnasha oladigan bir askarning bor yoki yo'q ekanligiga mening ishonchim yetarli emas, Chinchiyin apandi. Hatta Xitoyning bir generallari to'g'risi hajviy qilib shunday gaplar yetib keldi to'rbiyatlarga. Nima dedi? Meni kech kunduz o'ylaydiganim, mening hammadan qo'rqadiganim yarim kechada uxlayotgan tur o'rnidan general Amerika bilan urush qilaman degan gapdan qo'rqaman deydigan gap mana shunday. Shunga bu urushni siz emas, Chinchiyin apandi. Sizning generallaringizmi emas, Chinchiyin apandi. Bu urushni haliqa 5000 ko'y maaş aladigan etizlikdan endi kelgan ishchi dehqonning ballari qiladi. Shunga urushni shular qalto'g'a vaqt sizdan deganingizdek bo'lmas. Urushmi portlabmi ketmas. Chiqishon davlat o'tirisi bunday bo'lmay hech yo'llar hal qila. Lekin oldimizda kelayotgan 7-oyning 7-kuni Gaaga kesim soti Janubiy dengiz masalasi to'g'risidagi hukm nomini qarorini e'lon qilganda bu Xitoyga qanday ta'sir berdi? Xitoy yana qanday harakat qiladi? Hozir tunugunlardan televizorda ko'rsatgani bo'yicha aytganda Xitoy hozir dengiz armiyasini dengizda ma'lum bir o'ringa to'playotdi. Bu bir xatarlik ahvol. To'playotdi. Endi buni Xudo saqlasin.